kasal bo'lish sezoni keldi, kuz fasli keldi deganda ko'plarni burni oqadi, tomoq og'riydi, естественно bosh og'riydi. Bunaqangi holatlar albatta hech kimga yoqmaydi. Kasal bo'lish nima deydi? Juda ham приятный anaqalardan emas, hissiyotlardan emas. Kimdir o'qish kerak, ishlash kerak, ko'chada yurish kerak, baribir uyda yotib kasal bo'lib yotmaysiz-ku, to'g'rimi? Shunaqangi holatlar kuzatilmasligi uchun profilaktika sifatida bemalol mana shu biodronni bittadan, ikkidan ichib yursangiz bo'ladi. Lekin ichmagan bo'lsangiz, kasal bo'ldingiz, deylik, sizda kasallik bor, siz kasallandingiz, burningiz oqyapti, shunaqangi holatlardan judayam samarali chiqishga yordam beradi. Menga biodronni eng yoqadigan xislatlari shundaki, когда kasallanayotgan paytingiz holsiz bo'lganingizda terlashlar bo'ladi-yu, o'sha holatlardan shunaqangi oson yengil chiqarib beradi. Va albatta biodronga qo'shib laktofera ichiladigan bo'lsa, laktofera bu immunomodulyator hisoblanadi. Bu ham tabiiy mahsulotlarimizdan judayam sostavi nima deydi, qiziq va noyob sostavlardan hisoblanadi. Laktofera sizni immunitetinizni 100 qilib ko'tarib beradi va virus paytlari, shamollash paytlari metabolizmni yaxshilab berib va plus nimasi yaxshi bo'lgani, o'zingiz organizmingizdagi jelezani, temir moddasini maksimal holatida yaxshi ishlashi uchun yordam beradigan mahsulotlardan hisoblanadi. Kasal bo'lishda har xil muammolar kutiladi. Kimgadir uchuq chiqadi, kimgadir burni oqadi, apatiya, stress holatlari kuzatiladi. Именно shunaqangi holatlarda laktofera chiqarishga yordam beradi.